Assalomu alaykum kuzatuvchilarim, qanaqasizlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Kuningiz yaxshi o'tibdimi? Ishdan kelib mashina yurishga balobormi? Nilufar opa, chiroyli kiyinib, o'zingizga qarab, bo'yanib yurasiz. Mashinangiz ahvoli yuvsangiz bo'lmaydimi? Yuvaman. Har 3 kunda yuvaman. Yaltillatib. Lekin bizga yuvgani foydasi yo'q. Yuvganimiz hozir 1 soatga yetadi. Ko'chalarimizdan endi kanalizatsiya o'tyapti. Loy ko'chalar dahshat. Hozir 1 soatga yetadi. Bolalarimga bitta chiqib ketsam rasvosiga. Loy bo'lib yotdi. Bugundan shag'al to'kildi. Mana. Hali men bu yog'idan uyog'iga qarab yana qazib ketishadi. Bu yoqni qazib chiqishdi уже. Mana ahvol. Loy. Tim bo'lli qora mashinani yomg'ir kunda eplash qiyin. Mani oyim aytadilar. O'zingga qaramasang ham oyog'ing har doim toza bo'lsin dedilar. Shunga qarab men ham mashinam har doim toza qilib yurishga harakat qilaman, yurishga. Lekin oramizda negativchilar ham chiqar ekan. Mashinang nima deyapti? Yaltillashini qarang. Devorlar rasmdagi ko'rinyapti-yu. Chokoladim.